Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar va obunachilarim, sog'-omonmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda mamnunman. Hozir kanalimni kuzatib borayotganlar bilishadiki, balkim nima bo'layotganliklarini anglashmayotgandir. Meni hayotimda oxirgi marta provokatsion harakat bo'lgan. O'sha provokatsion harakatda meni onamni o'ldirishgan. Onamni urgan oila, aslida ular kim, nima uchun bizni uyimizni yoniga joylashib qolishgan, nima sababdan ular u joyga egalik qilishgan, o'shalar yo'nalishi, o'shalarni ochiqlash maqsadida ko'p kontent qilyapman va ochib beraman, kuzatib boringizlar. Bu joyda o'zi aslida bu joylar bular yollanib, IIB xodimlari bilan birgalikda til biriktirib, meni xonadonimga o'sha kuni meni ustimga mashina haydab tahdid qilgan vaqtida mana shu ko'cha edi. Kecha qo'shnilarimiz bu joyda ariq bor edi, qochishga imkon yo'q edi. Kecha qo'shnilarimiz bu yerda beton qilishgan, uylariga bu joydan darvoza ochish maqsadida. O'sha kuni mana shu joyda bo'lgandi voqea. Agar sahil o'tsam, ariqda to'la suv bor edi o'sha kuni. Suvni ustiga tushardim. Mashinadan qochishga imkoni yo'q edi. Mana shu ko'chada shu voqea bo'lgandi. Ustimga mashina haydab tahdid qilishgandi. Normamatov va Muxlisa bilan Normamatov Javohir. Muxlisa fohisha deb og'ziga har qanday kelgan so'zlarni aytib meni haqorat qildi. Damasdan kalasini chiqarib. Mana o'sha yerda bo'lgandi holat. Qochishga imkon yo'q edi, chunki ariqda suv bor edi. Suvga tushib ketardim qochganimda.